Assalomu alaykum hurmatli Uzazba foydalanuvchilari. Bugun biz dasturda yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni to'g'rilash uchun tabel yasash va qayta hisob-kitob qilish, hujjatni yasash. Ilgari qayta hisob-kitob o'tgan davr uchun faqat vitrashyot tanlangan edi va summa kiritilgan edi. Hozir shunday qilish mumkin emas. Ya'ni faqat qayta hisob-kitob qilish uchun yangi tabel yaratish bo'ladi. Shuni ko'rib chiqamiz. Agar misol uchun iyulga kelgan bo'lsak, tabel to'liq oy uchun kiritmoqchi bo'lsak, misol uchun kadrdan kiramiz va mana iyul to'liq oy tabel privacy qilsak, mana shunaqa hisob chiqadi. Ya'ni shaxs 29-iyundan больничныйda bo'lgan va o'sha paytda kasallik varaka kiritilmagan edi va unga to'liq oy tabel qilingan edi va haq to'langan. Aslida 29-iyunda больничныйga chiqdi. Больничный yopilmagan sababi dasturda ko'rinmagan, kadr kiritilmagan. Endi o'sha больничный dasturda ko'rindi va dastur o'sha больничный kiritish talab qilyapti. Ya'ni birinchi navbatda biz hujjat, kadrlar hisobi, vaqtincha mehnatga loyiqasizlik nafaqasi kiritamiz. Kiritdik Aybashevga. Misol uchun mana 29-iyundan endi biz kiritdik. 29-iyundan 13-iyulgacha kasallik varakada bo'lgan. Endi dastur qayta hisob-kitob qilish talab qilyapti. Ya'ni перерасчет minus bilan talab qilyapti. Buni talab qilganni biz qanday kiritishimiz? Biz hujjat, kadrlar hisobi va tabelga kiramiz. Tak. Plus bosamiz, yangi tabel kiritamiz, plus bosib. Sana bugun bo'ladi, lekin za mesyac iyun bo'ladi. Iyun qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tashkilot shaxsiy qazanamiz. Tabel turi qayta hisob-kitob tanlashimiz bo'ladi. Izohda kerak narsa yozamiz va to'ldirish orqali to'ldiramiz. Mana Aybashevga mana o'sha kun kam yozyapti. Ya'ni kun buni больничныйda bo'lgan. Buni saqlaymiz va o'tkazamiz. Ya'ni готовка отправки qilib va rahbar bilan и buxgalter bilan tasdiqlaymiz. Bo'ldi, mana qayta hisob-kitob tabel tasdiqladik. Endi biz mana iyul oy tabel o'tkazishimiz mumkin. Endi qayta hisob-kitob ko'rib chiqamiz. Qayerga kiritiladi bu qayta hisob-kitob tabel kiritganimizdan keyin. Shuning uchun biz bosh hisobchi login parol bilan kirishimiz kerak dasturga. Endi buxgalter bosh hisobchi login parol bilan kirganimizdan keyin hujjat, ish haqi hisobi, o'tgan davr uchun qayta hisob-kitobga kiramiz. Plus bosamiz. Sana bugun sana bo'ladi misol uchun. Iyun oyi uchun qayta hisob-kitob. Iyun oyi tanlaymiz. Xodimlar xodimni tanlaymiz. Лицевой счет tanlaymiz. Izohga kerak narsani yozamiz va to'ldirish tugmasini bosamiz. Endi mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, avtomat oklad va okladga teng kelgan ustamalari, mana qayta hisob-kitob o'zi avtomat qilyapti dastur. Minus bilan minus, plus bilan bo'lsa plus, ya'ni agar xodimda kam yozilgan bo'lsa, uni qayta hisob-kitob yoki noto'g'ri прием на работу bo'lgan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilish kerak bo'lsa, o'shani orqasidan bilan iyun bilan misol uchun прием на работу qilib, agar iyunda kelgan bo'lsa, lekin iyulda прием на работу
iyunda tabelda yozilmagan bo'lsa, qayta hisob tabel orqali plus kun bo'ladi. Hozir bunda endi minus kun, mana перерасчет minus bilan hisob-kitob qilindi. Saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasi orqali mana hujjat kiritamiz. Hujjat kiritdik va proviz qildik. Endi tabelga qaytgan bo'lsak, ya'ni to'lg'uv uchun tabelga qaytgan bo'lsak, yana kadr login parolga kiramiz va tabelga o'tamiz. To'lg'uv uchun tabel, hujjat, kadr hisobi va tabelga o'tamiz. Mana to'lg'uv uchun qaytadan o'chirish to'ldirishni bosamiz, saqlashni bosamiz va proviz tugma orqali tabel proviz bo'ldi. Ошибкasi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar.